Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Uzoq yaqinda yurgan aka-ukalar, musofirda yurgan aka-ukalar, tinchmisizlar? Aka-ukalar, sizlarga mana shu polniy panjara bir fayzli xonadonimizga chiroyli panjara yasab berdik, alyumin fasondan. Shu alyumin fason panjaramiz nech pulga tushadi, metri qancha, kvadratiga yuradimi yo metriga yuradimi degan kuzatuvchilarimiz bor edi. Shularga to'liq ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Videomizni oxirigacha ko'rsalaring, sizlarga tushuntirishga harakat qilib, sizlarga manfaatli video bo'ladi degan umiddaman. Kanalimiz kuzatuvchilari, bu alyuminli gul panjara qilinganda nech pulga tushadi? Buni 1 metri 600 mingdan qilib berdik. 600 mingdan qilib berdik. Hamma narsasi o'zimizda. Kraskasi, temiri, gullari, hamma narsasini o'zimizdan olib kelib, shu yerda xonadonimizda ko'rishlar mumkin. Chiroyli qilib yasab o'rnatdik. 3 kun deganda ishimizni tugatdik. Hamma narsasini zakazovkalarimizni olib kelib, 3 kun deganda ishimizni tugatdik. Aziz yurtdoshlar, bu panjaramizni 1 metri aytib o'tdim, 600 mingdan kelib tushadi. Har bitta ustuni qo'shilsa agar shu holati 600 mingdan. 1.85 ga bitta stoyka tushgan. Mana bu yerimizda 17 santimetrdan. Profillarimizga kelsak, profilimiz 8 ga 8, ikkilik steykada, qalin steykada profil ishlatilgan. Bu 2 ga 4 profilimiz esa 4 ga 2, 1,5 stenada bo'lgan. Buni stenasi, kraskasi ham avtomobilning kraska, shu gan svetda egalari xohlashgan svetda, shu svetni tanlashganda shunaqa qilib berdik. Bu svetni tanlashganligining sababi alyuminni o'ziga tortib ketadi. Alyuminga o'xshab bir xil alyuminni chiroyli bir ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli panjara bo'lib yasaldi. Xonadonimizga ham ko'rkiga yana ham chiroyli ko'rk berdi. Men sizlarga yana qanday ma'lumot etsam bo'ladi? Endi shu bitta chiroyli qilib olib bering. Mana shunday qilib hamma joyiga padvallariga ham chiroyli qilib, bu yeriga ham xohlashganda, shuni o'zlari xohlashgan stilda qilib, chiroyli qilib berildi. Kimda ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, videomizni tagida telefon nomerlarimizni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar, yuzlaringda tabassum.